Toshkent Indeks universal bozori hududida iyul oyi natijalari haqida ma'lumot beraman. Iyul oyida indeks bozorida jami 135 ta savdo hamda xizmat ko'rsatish obyektlari o'z faoliyatini boshladi. Shundan 56 tasi savdo yo'nalishidagi do'konlar bo'lib, bularga maishiy texnika, bolalar mebellari, bolalar o'yinchoqlari, uy jihozlari va xo'jalik mollari va yana shu kabi barcha do'konlar kirib ketadi. Xizmat ko'rsatish yo'nalishida umumiy 19 ta do'kon o'z faoliyatini boshladi. Ular esa avtosug'urta, avtotuning, avtoservis hamda o'quv markazlari. Ishlab chiqarish yo'nalishida 4 ta tekstil ochildi hamda savdo do'konlari o'z faoliyatlarini boshlab yubordi. Bundan tashqari 10 ta ombor hamda 37 ta ofis va showroom faoliyat yurita boshladi. Shu tariqa iyul oyida Toshkent Indeks universal bozori hududida jami 135 ta yangi tadbirkorlik faoliyati yo'lga qo'yilib, savdo, xizmat ko'rsatish va ishlab chiqarish yo'nalishlarida bozor infratuzilmasi yanada kengaydi. Toshkent Indeksda avgust oyida ham yangiliklar juda ham ko'p. Bizlarni kuzatishda davom eting. Toshkent Indeks barchasi bir joyda.